Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilar va bizni yaqindan tomosha qilayotgan kuzatuvchilar. Bugungi video ma'lumotda O'zbekiston migratsiyasi bo'yicha Finlandiya mamlakatidan taklif etilgan bo'sh ish o'rinlari haqida sizga to'liqligicha ma'lumot aytib o'tamiz. Agarda sizga mana shu ish o'rinlari ma'qul kelsa, bemalol hujjat topshirish uchun video kommentariyasida ismingizni, yoshingizni va hozir qaysi davlatda ekanligingizni va qaysi kasbda ekanligingizni yozib qoldirasiz va biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz va telefon raqamlari qoldiramiz. Telegram akkauntlar ham qoldiramiz. Negaki agarda chet el mamlakatida bo'lsangiz, bemalol Telegram akkauntga murojaat qilib, qanday hujjatlar kerak bo'lishini, hujjatlar sizga aytib o'tilganda, hujjatlarni topshirishingiz mumkinligi haqida xabarlar beriladi va aloqalar bo'ladi. Xo'p, ana endi Finlandiya mamlakati O'zbekiston uchun va O'rta Osiyo mamlakatlari uchun, ya'ni O'rta Osiyo deganda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston mamlakatlari tushuniladi va aynan mana shu soha bo'yicha qo'shni davlat fuqarolari ham, qo'shnilarimiz ham bemalol hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Endi esa bo'sh ish o'rinlari va bo'sh ish o'rinlariga bo'lgan talablar, oylik maoshlar hamda ishga qonuniy shartnoma asosida dokument taxlash uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishini birma-bir boshidan aytib o'taman. Videoni o'tkazmasdan davom ettirishingizni yaxshilab tushunib tinglashingizni so'rab qolaman hamda har bir o'tkazilgan daqiqalar sizni videoni takroran ko'rishingizga majbur qiladi. Xo'p, ana endi Finlandiya mamlakatidan taklif etilgan vakansiyalar bu o'rmonchilik sohasi bo'yicha faqatgina erkaklar. Xo'p, yig'im-terim mavsumiy ish bo'yicha esa faqatgina ayollar va 3-o'rin qurilish sohasi bo'yicha 3-o'rinda faqatgina erkaklar hisoblanadi. Xo'p, ayol va erkaklar jismonan sog'lom bo'lishlari kerak, chunki mehnat qilish uchun borayotgan fuqaro, ya'ni ish beruvchilar ixtiyoriy bormoqchi bo'lgan ishchilarni jismonan sog'lomlik haqida hujjatlarini tekshirib olishadi, chunki ishlash uchun borganda agar kimningdir sog'lig'i yomonlashsa, bu albatta ish beruvchilarga yoqmasligi mumkin. Albatta siz qilgan xarajat u yerga borib kuyib ketishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning sog'lig'ingizga qarab ishga borishingizni tavsiya etamiz. Xo'p, ana endi ishlar. Ayollar uchun yig'im-terim, erkaklar uchun o'rmonchilik sohasi hamda qurilish sohasi. Xo'p, mana bu yerdagi oylik maoshlar yig'im-terimda 1800 yevrodan 2400-2500 yevrogacha ayollar uchun. O'rmonchilik sohasi hamda qurilish sohasi uchun oylik maoshlar 1800 yevrodan 3000 yevrogacha beriladi hamda ish uchun kiyim-kechak hamda turar joy bepul ish beruvchi hisobidan bepul sug'urta taqdim etiladi. Xo'p, bu yoshda, bu ish o'rinlarida yosh talab 20 yoshdan 40-45 yoshgacha bo'ladi. Bemalol hujjat topshirishingiz mumkin agarda jismonan sog'lom bo'lsangiz. Xo'p, ketish uchun hujjat topshirasiz, shartnoma qilasiz va sizni ishchi vizangiz 4 oydan 6 oygacha shartnoma asosida vizangiz chiqadi va u yerga borganingizdan so'ng qonuniy shartnoma asosida ishlaysiz va ishchi vizangizni uzaytirish imkoniyati ham mavjud ayrim sohalarda yoki qaysi ish o'rnida borsangiz boshqa ish o'rniga o'tib vizangizni uzaytirish imkoniyati ham bo'ladi. Xo'p, ana endi sizga shu ish o'rniga hujjat topshirish uchun qanday dokumentlar kerak bo'lishini aytib o'taman. Undan oldin bizning Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy Telegram kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rayman, chunki Finlandiya, Germaniya, Norvegiya, Kanada hamda Angliya mamlakatlari bo'yicha yanada ko'proq vakansiyalar bor. Bemalol o'qib chiqib hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi agarda sizga ketish xarajati, bo'sh ish o'rinlaridagi talablar ma'qul kelsa. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun o'ylaymanki juda katta manfaatli.
Xo'p, birinchi o'rinda ketiladigan, ya'ni ketish uchun hujjat taxlanadigan dokumentlar bular qizil pasportingiz xorijga chiqish uchun. Ikkinchi o'rinda sizni ishchi vizangizga tushiriladigan surat, ya'ni 3,5 ga 4,5 ko'rinishda surat. Uchinchi o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turingiz bo'yicha hujjat kerak bo'ladi. Maktab, kollej, litsey, universitet hamda magistratura bo'yicha diplom yoki attestat so'raladi. To'rtinchi o'rinda esa sudlanmaganlik haqida hujjatingiz so'raladi. Bu hujjat Davlat xizmatlar markazidan olishingiz mumkin bo'ladi. Yashil pasportingizni taqdim etasiz va sudlanmaganlik haqida hujjat kerak desangiz 15 daqiqa ichida tayyor bo'ladigan hujjat. Xo'p, ana endi 5-o'rinda sizni sog'lomligingizni tasdiqlovchi hujjat. Bu shifoxonaga borasiz va o'zingizni tibbiy ko'rikdan o'tkazasiz. Tibbiy ko'rik natijalari sizni jismonan sog'lom deb, ishga layoqatli deb topsa, sizga mana shu hujjatni taqdim etadi va bu hujjatni siz shartnoma qilayotgan vaqtingizda topshirishingiz kerak bo'ladi. Va ixtiyoriy hujjatlar, agarda sizda til bo'yicha sertifikat bo'lsa, bemalol mana shu sertifikatni ham qo'shimcha hujjatlar tariqasida taqdim etsangiz bo'ladi. Til talabi bo'yicha esa rus tilini Finlandiyadagi ish o'rinlari bo'yicha rus tilini muloqot darajasida bilsangiz yetarli bo'ladi. Chunki Finlandiya mamlakati Rossiya mamlakati bilan chegaradosh davlat hisoblanadi. O'zimizni poytaxtimiz Toshkentda ham ko'pchilik rus tilini muloqot qilganligi sababli Finlandiya ham xuddi Toshkentdek, ya'ni Rossiya bilan chegaradosh viloyatlari rus tilida bemalol muloqot qila olishadi. Ya'ni birinchi o'rinda fin tili, ikkinchi o'rinda esa Finlandiyada rus tili. Ya'ni muloqot qilish uchun ikkinchi ko'proq tarqalgan til hisobi bo'yicha. Xo'p, ana endi qanday hujjatlar kerak bo'lishi va ish beruvchilarning talabi, u yerdagi ishlar, oilaviy maoshlar hammasini to'liqligicha aytib o'tdim. Mana shu ish o'rniga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, video kommentariyasida ismingiz, kasbingiz, qaysi davlatda ekanligingizni va yoshingizni yozib qoldiring. Albatta 20 yoshdan 45 yosh oralig'ida bo'lsangiz. Agarda siz undan kattaroq yoki kichikroq bo'lsangiz, yosh talabi bo'yicha boshqa mamlakatlar bo'yicha hujjat tayyorlash mumkin. Agarda sizga qaysi mamlakat bo'yicha video ma'lumot kerak bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Biz keyingi video ma'lumotni sizning talabingizga qarab ma'lumot berib boramiz. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.